Bizni ustimizga birodarlar, Alloh taqdirga yozgandan oshchasi ham kelmaydi, kami ham kelmaydi. Mana shu iymoningiz komil bo'ladigan bo'lsa, mana shu e'tiqod qalbingizda mustahkam o'rnashgan bo'lsa, dollar nech pul bo'lishi sizni qiziqtirmaydi. Endi nima bo'larki? Kursga qara. Nima bo'lardi? Allohda aytgani bo'ladi. 70 so'mdan benzin quyib yuribmiz. 70 so'mdan benzin quyib yuribmiz, birodarlar. Yana benzin qimmatlagan sari katta ob'yomli mashinalarni minyapsizlar. Jiblarda qaranglar ko'payganini. Alloh seni shu mashinani minishini peshinangga yozganmi, o'sha benzinga yarasha pulni ham beradi. Ma'qulmisan? Qazo va qadar. Qadar degani belgilash degani, taqsimlash degani. Qado degani ana shu belgilangan narsani amalga oshirish degani. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah, inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar." Albatta biz har bitta narsani